Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Orzu kottedjiga hovlimizga yana chiqqanmiz. Bu yerda eshiklar tayyor bo'ldi. Olib chiqqanmiz. Shu bu yerda 100 ta eshik o'rnaydi. Oldinroq ham postga qo'ygandi bu hovlimizni. Eshiklarimizda razmerda muammo bo'lganda, razmerlar berib ketganmiz. Shu biz aytgan razmerga tayyorlab qo'yishib tursalar, endi cho'tki variantda o'rnaydi. Bu yerga krashinli eshik tayyorlab berganmiz. 2025 da juda ko'p qildik mana shu fasonda. 2026-yilda Alloh xolasa trenddan tushmaydi degan umiddamiz. Plyonchislari ham bor bu xonadonimizda. Bormi? 100 metrdan oshadi. Devor shifalari, karnizlari oddiy high-tech variantda bo'lgan. Hovlimiz ham juda ajoyib tushgan. Kimga shunaqa sifatli eshiklar kerak bo'lsa, Rizo eshiklarga aloqa chiqarasizlar, nomer qoldiramiz.